BYD mana sir bo'shanchligi insight aytaman. Dekabr oyining oxiri yanvar oyidan bo'ldi, senga bizning mahsulotimizga $5000 skidka beramiz. Ol deyishganda olmadim. Chunki tushunishing uchun BYD kompaniyasi bunga sразу reaksiya berdi. Albatta bu yerda tanqid qilmasak bo'lmaydi. Endi $21000 mashina menga оформление bilan 21600 ga aylandi. Men bir fiksator qancha bu yoqqa chap qo'yvor. Men bugungi obzorga hech qanaqa reklamaga bir tiyin olmaganman. Aksincha menga aytishgan narsa men bekitmay aytaman. Urishinglar mana BYD degilar. Ikkita случай bo'ldi. Aynan Assalomu alaykum. Mashinalar bor, reklama qil. Yoniga xotin qo'sh ber. Foydasi yo'q. Sotolmaysan. Mashinalar bor, o'zini o'zi sotadi. Defitsit, talash. Men bekorga bugungi videoni 2025-yilning eng zo'r mashinasi deb ataganim yo'q. Chunki bu haqiqatdan ham shunaqa mashina. Yana qaysi avtomobilga Cobalt'dan tashqari, albatta Cobalt bu legenda. Odamlar navbat turib, o'chirt kutib, dogovor olib qo'yib, oldindan to'lov qilib qo'yib sotib olyapti. Aytinglar menga faqat BYD Yuan Up va men bugungi obzorga hech qanaqa reklamaga bir tiyin olmaganman. Aksincha BYD Megawattga 10-avgust 2025-yil borib 266.700.000 so'mga o'zimni peshana terimga topgan pullarimga xarid qilib o'zimning nomimga olib chiqqan avtomobilim. Bu avtomobilni men ayolimga sovg'a sifatida xarid qilganman. Oilaviy kundalik foydalanish uchun, bolalarni bog'cha maktabga borib kelish uchun. Avtomobilni o'sha paytdagi kurs 12600 dan $21200 ga xarid qilganman, plus $300 atrofida оформлениеga ketgan. Nima uchun men bozordan $500 yoki $1000 o'sha paytda bilmayman qancha farqi qo'shib, bundan 22 ta opsiyasi ko'proq bo'lgan pozitsiyasini, lekin Serivoz Xitoydan o'zlari olib kirishganini xarid qilmadim. Sababi juda ham oddiy. Bu video davomida tushunib olasizlar. Avvalambor salonga borib bu mashinani xarid qilganimda BYD Megawatt menga nima qo'shib berishdi? Polik qo'shib berishdi, brizgavik qo'shib berishdi, sideniyega nakidka qo'shib berishdi, zaryadkalarni polni berishdi. Eng muhimi garantiya. 8 yil garantiya berishadi mashinaga. Tasavvur qilinglar, batareyasiga va boshqa qismlariga. Ko'p eshitdim, qanaqadir BYD'ni bu modelda emas, boshqa modellarida polomkalar bo'lsa, qanaqadir braklar bo'ladigan bo'lsa, garantiya bo'yicha ishlayapti BYD. Gap bo'lishi mumkin emas bunga. Bu reklama emas, opять же. Men chunki bu mashinani xarid qilishdan oldin Megawattda servis, endi tanish-ku Megawattlar, servisga kirib, servisni bolalardan sekin gap tortdim. Yuan Up mana почти 1 yil bo'ldi sotilayotganiga. Nima kamchilik bilan, nima polomka bilan в основном kiryapti dedim. Menga aytishgan narsa, men bekitmay aytaman. Urishinglar mana BYD degilar. Ikkita случай bo'ldi. Aynan konditsioneri, kompressori buzilgan holatda kirib keldi deyshti. To'g'ri, birinchi minusi hozir aytamiz. BYD Yuan Up konditsioneri slabый. Qanaqa slabый? Muzlatishi zo'r. Faqat yoqqaninglardan keyin bir 2-3 minutdan keyin muzlashni boshlaydi. Lekin boshlaganidan keyin yaxshi sovutadi. Bunga shak shubha yo'q. Xo'p, o'sha odzivni oldim servisdan, mashinani xarid qilishga qaror qildim. Menga nimasi ma'qul bo'ldi? Oldi qismdan boshlaydigan bo'lsak, dizayn juda ham chiroyli. O'sha Yuan Up Dragon Face dizayni va mana bu faralar $21000 mashina uchun juda ham yaxshi yoritadi. Kunduzgi harakatlanish chiroylari bejirim, chiroylikkina oldi qismidan hamma narsasi joy-joyida, ortiqcha narsa yo'q, tashqi ko'rinish joyida. Uni olganimdan keyin qo'shimcha nima qildim? Faqatgina kapotga broneplyonka qildirdim, lobovoyga broneplyonka qildirdim, tonirovka qildirdim, mashinani bitta keramika qildirdim, polirovka qildirib bo'ldi. Boshqa hech narsa qilganim yo'q. Avtomobil ko'rayotganinglarda subkompakt crossover, ya'ni eng kichik crossover sinfiga kiradi. 16 dyuymli disklar, 215-65 R16 shinalari va buni o'zi konkurenti kim bozorda? Nima uchun men aynan Yuan Up oldim? Nimaga? Misol uchun Kia Sonet olmadim, Tracker olmadim, Cherry Tiggo 2 Pro olmadim, Jetour X50 olmadim. Yana qanaqa konkurentlarni bilasizlar bu sinfda o'sha 20-22 ming atrofidagi mashinalarni yozib ketinglar kommentariyda. Men aynan bu mashinani xarid qilganim sababi men elektromobil xoladim. Menga haqiqatda elektromobilning manierasi juda ham yoqadi. Bitta pedalda haydaysan, faqat gaz bilan mashinani boshqarib ketaverasan. To'xtash kerak bo'lgan paytda mashinani shu 20-30 km
soat tezlikni to'xtatib olish uchungina faqat senga tormoz pedali kerak bo'ladi. Haqiqatan o'zim xohlab oldim-da mashinani. Chunki buni konkurentlaridan bittasini rahbariyati bilan bir gap chiqqanda mana shunaqa subkompakt crossover olmoqchiman oilaviy avtomobil sifatida deganda, bo'ldi, senga bizning mahsulotimizga $5000 skidka beramiz. Ol deyishganda olmadim. Chunki men o'zim uchun, o'zimni kayfim uchun qo'pol qo'yayotganda avtomobil oldim va tanlovimni to'g'ri qildim deb hisoblayman. Sizcha fikringizni kommentariyada yozib keting. Ikkinchisi, любой sinfdoshini buni oldiga qo'yib qo'yib, cho'chib, yig'ib, qilib chakishga jo'nataveradigan mashina ham aynan shu bo'ladi. Chunki sinfdoshlardan bir kalla baland turibdi, aynan yuvanyap. Aynan shuning uchun ham shu narxda bu narsani hech kim taklif qilmayotgani uchun ham yuvanyap talash. Endi tushuntira oldimmi tanlovimni? Nimaga bugungi obzorimiz 2025-yil eng zo'r avtomobil deb atalishini men tushunib yetdinglar. Avtomobilning orqa qismiga o'tamiz. Orqa qismida yuvanyapdan chiroyli mashina yo'q. Hozir men faralarni yoqib qo'yay, tushunib olasizlar o'zingizlar. Tushundinglarmi? Rostini aytinglar, orqa tarafdan juda ham chiroyli-ku avtomobil. Mana bu fara hamma narsani rishat qilib qo'yadi. Kitaychi, молодцы, gap bo'lishi mumkin emas, juda ham chiroyli qilishgan. Stiklochistитель bor, 3-stop chirog'i bor, spoiler imitatsiyasi bor, nahang suzgichi sifatida antenna bor, lekin minus boshlandi, ketdik. Elektroprivod yo'q. $21000 ga menimcha ana topoviy versiyada Xitoydan seriy vvoz bo'layotganda menimcha bor. Bu yerda qo'lda yopish kerak, osilish kerak. Yukxona unaqa katta emas, lekin oilaviy avtomobil uchun bo'ladi. Ehtiyot, g'ildirak, ya'ni zapaska yo'q. Bu yerda nima bor bizda? Ballonni ichiga zakachka qilish mumkin bo'lgan pena bor. Agar teshilib qolsa, yo'lda to'xtab qolib ketsangiz, boshqa ilojingiz yo'q. Jiletka bor. Kompressor, tabiiyki, kompressor bor. Uchburchak bor. Kalpachoklarni yechish uchun mana bunaqa prishepka bor. Xullas, kerakli hamma narsa shu yerda o'zida jam bo'lgan va yetarli komplektatsiyada desak bo'ladi. Polkani ko'ryapsizlar. Spark'dagi xuddi shunaqa polka turibdi. Faqat yopasizlar, lekin orqa tarafdan avtomobil juda ham chiroyli va bejirim amalga oshirilgan. SUV-likka da'vo qilayotgan mashinani pastki qismida ko'rayotganingizda qora matoviy plastikdan mana shu qismlar bor. Bu ham yaxshi, kamroq qiriladi, lekin mana bunaqa kuzov rangidagi vstavkalari ham bor ko'rayotganingizda. Eshik ruchkalari kuzov bilan bir tekisda ochilishi mana bunaqa oddiy. Mana bu yerda NFC karta qo'yib mashinani ochib yopish imkoniyati bor. Kameralarning soni kamroq, lekin topoviy versiyada seriy vvozda kameralari ko'proq. Uni orqasida yozuvi ham xitoycha. Uni bittada ajratib olasizlar. Menimcha bizda karta emas. Mana bunaqa kalitdan ikkita dona berilgan. Endi salonga o'tamizda yana qo'shimcha ustunliklar haqida gaplashamiz, chunki Belly bilan seriyning orasida farq bor baribir. Ketdik. Eshik obshivkasi sun'iy charm bilan qoplab chiqilgan. Yuqorida yumshoq charm, mana bu qattiqroq, tagida podkladkasi yo'q. Mana bu yumshoq, mana bu yumshoq. Faqat bu yerda plastik ko'rayotganingizda qirilib ketmasin laminatsiya qilib qo'ygan. Men o'zim mashinam-ku, конечно, qilaman-da. 6 ta dinamikdan iborat audio tizim, buni sifat haqida yana gaplashamiz. Mana bu yerda ambientli podsvetkali panelcha bor. Endi o'rindiqlarga to'xtaladigan bo'lsak, haydovchi o'rindig'i 4 ta yo'nalishda sozlanadi. Sozlamalarni ko'ryapsizlar. Tepaga, pastga, oldinga, orqaga va albatta spinka. Men eng past pozitsiyaga qo'yib o'tiraman. Bo'yim 1.89. Deyarli oxiriga tushirib qo'yaman. Ozgina oldinda bo'ladi sidenya. Shu nastroykada haydayman. Minus salonning rangi faqat oq va u tez kir bo'ladi. Mana jinsining rangi juda ham tez yuqib ketadi. Endi boshqa iloji yo'q ko'rayotganlaringizdek. Lekin avtosalondan berilgan nakitkani men taqmadim, chunki uni rangi bundan ham tezroq sidenyaga o'tib ketishi ehtimoli bor va o'tib ketadi ham. O'shaning uchun endi boricha nima qilamiz? O'zimizda VIP servis bor, himchistka, polirovka, boshqa detailing xizmatlari hammasi o'zimizda. Sizlarni ham taklif qilamiz. Videoni tavsifida telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Mana bu narsa bizga qo'rqinchli emas. Rul ko'rayotganingizda juda ham yoqimli, yumshoq, razmeri ham yaxshi. 8.8 dyumli priborlar paneli bor. Bu yoqda gitaralar bo'yicha hamma narsa bizga tanish, tushunarli va oddiy. Pavorotnik, faralarning nastroykalari avtomat ravishda chiroqlarni o'zi yoqadi, o'zi o'chiradi. Oynamizda stiklachistitelimizda afsuski avtomatik rejim yo'q. Meni tushunishim bo'yicha bu muammo emas. Bizda yomg'ir afsuski bunaqa ko'p uchraydigan tabiiy hodisa emas. Endi sizlarni orqa sideniyaga o'tirib olishni taklif qilaman. Chunki biza endi avtomobilning funksiyalari haqida gaplashamiz. Avvalambor bizda встроенный DVR bor, ya'ni video rekorder bor. Registratorimiz o'zida mashinada. Faqat mana bu fleshga qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Lekin men ko'rayotganlarda kombo qurilma qo'yib qo'yganman. Inspektorda Mica S Pro, ham radar detektor, ham video registrator. 12.8 dyumli displeyimiz bor. Tabiiyki BYD ga xos aylanadi. Ko'rayotganlarda xo'j vertikalni, xo'j gorizontalni ishlatishingiz mumkin. Eng yaxshi taraflari, eng katta ustunliklari bu
sizlar rasmiy dilerdan oladigan bo'lsangiz, darrov sizlarga mana bunaqa prilojenielarni yozib berishadi. Umuman hamma narsalar faqat rus tilida bo'ladi va albatta o'zbek tilida. Sizlar bemalol ovozli yordamchidan, ya'ni голосовой assistentdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Eng katta ustunliklar bu Apple CarPlay bilan Android Auto borligi. Bu qanchalik katta qulaylik berishini ishlatib ko'rmaganlar menimcha tasavvur ham qila olmasa kerak. Android Auto bilan Apple CarPlay hamma mashinada ham bo'lishi mumkin, lekin hamma mashinada ham u simsiz emas. Ko'p avtomobillarda ushbu funksiyalarni siz multimedia displeyingizda chiqarib ishlatishingiz uchun albatta xohliysizmi, xohlamaysizmi, mobil qurilmangizda, ya'ni smartfoningizni sim orqali avtomobilga ulashingiz kerak. Mana ko'rayotganingizdek, bizda yuqori sifatli Yandex xarita navigator chiqib turibdi va biz bemalol bir vaqtda o'zida Yandex muzikadan musiqa tinglab, kartadan foydalanib, yo'ldan alahsimasdan, smartfonga qaramasdan, har gal mana bunaqa pastdan oyog'ini orasiga qarab yurmasdan to'g'ri harakatlanishimiz mumkin. Bu ham katta qulaylik. Fiksator qancha bu yoqqa qo'yvar. Xo'sh, fiksatorni yechamiz, chunki bu yerda ikkita deflektor bor. Uni tagida simsiz quvvatlash panelimiz bor. Afsuski unda abduf yo'q, ya'ni sizni telefoningiz sovutib turilmaydi. Endi 21 ming dollarga uni ham qo'yib ber deyish va bezbetli bo'lsa kerak. Start stop knopkamiz bu yerda. Uzatmalar qutisi, to'g'rirog'i oldinga orqaga harakatlanishi, boshqarish richagi BYD ga xos mana bu yerda va orqaga peredachani yoqishimiz bilan bizda avtomatik tarzda nima ko'rinadi? 360 graduslik kameramiz va u juda yuqori sifatda. Uni 3D rejimga o'tkazib ko'ramiz. Ko'ryapsizlarmi atrofimizdagi kartinkani, ya'ni tasvirni cho'tkiligini plus o'zimizning rangimizdagi avtomobilimiz chiqib keladi. Bu 360-540 emas, avtomobilni tegini ko'ra olmaysizlar, lekin istalgan nuqtadan avtomobilni kuzatishimiz mumkin yoki 2D, 3D rejimida mashinamizni kuzatib boraveramiz. Mashinaning kameralari va protsessori qanchalik yaxshiligini bilishni xohlaysizlarmi? Unda ketayotgan joyda yuqori tezlikda 360 gradusli kamerani yoqib ko'ringlar. Ishlayaptimi? Umumiy tasvir chiqyaptimi? Sizni mashinangiz tormozit qilib qolmayaptimi? Kameradan tasvirni to'g'ri yetkazib beryaptimi? Ana o'shanda baho berish mumkin. Qanchalik sifat yaxshi ekanligiga. Bejizga boshqa avtomobillarda 360 gradusli kamera 30-40 kilometrdan oshishingiz bilan o'chib qolmaydi. Bu yerda doimiy ravishda, hatto mana 50-60 ketsam ham bemalol ishlab beryapti va hech qanaqa tormozlanish yo'q. Passajir qulayligi uchun xotiningiz musikangiz yoqmasa pasaytirib qo'yishi uchun mana bu yerda tovushni regulirovka qiladigan g'ildirakcha bor. Klimat kontrolni yoqib o'chirib qo'yish tugmasi shu yerda o'zida bor. Oynalarni isitish funksiyasini bitta tugmaga bu yoqqa chiqarib qo'yishgan. Demak, jismoniy tugmalar yo'q bu yerda. Hamma klimat kontrol mana bu yerda deb arz qilishga arzimaydi. Rejimlarni tanlash joystigi mana mana shu yerda bizda 4 ta rejimimiz bor. Sport, normal, eko va qor rejimimiz bor. Snowfield, ya'ni qorda yurganingizda albatta avtomobil o'zini sal boshqacharoq tutadi. Men doim eko rejimda yuraman, chunki 8 sekund razgon 709 adolatli bo'laylik. Ishlab chiqaruvchi ko'rsatgan deylik 709 menga yetarli. Ikkita podstakannikimiz bor, barimiz bor. Tagida kattakon panelimiz bor. USB Type-C, USB ulab qo'yish imkoniyati bor. Вообще VIP plus antiradarm, radar detektorini ulab qo'ygan. Prikurivatel ham shu yerda o'zida va ba'zi bir avtomobillarga o'xshab, masalan uchun Kia'da prikurivatel ko'p modellarda yo'q, Sarento'da yo'q, Carnival'da yo'q. Orqaga borib ulab kelish kerak yoki alohida pitaniyaga elektrotsepga qo'shilib, xullas elektrikka yordamga chaqirish kerak bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi qatorga o'tamiz. Adolatli bo'lish kerak. Doim avtomobillarning ikkinchi qatorini o'zimga sozlangan o'rindiq orqasiga o'tirib tekshiramiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bu subkompaktniy crossover. Bu yerda joy ko'p bo'lishiga o'zi majbur emas. Tizza tiraldi, lekin orqada yumshoq bo'lgani uchun, qanaqadir plastik detal bo'lmagani uchun tizzangizga hech narsa tiralmaydi, bemalol joylashib ketish mumkin. Men albatta uzoq safarga bu ikkinchi qatorda chiqmagan bo'lardim, chunki joy kam, pasatka juda ham qulay deyish qiyin. Ikkinchi qator divanni suyangichi umuman sozlanmaydi. Oddiy USB Type-C bor, telefonni qo'yib qo'yadigan joy bor. Adolat yuzasidan yana bitta narsani aytib ketishim kerak. 4 tala oynada ham avtomatik stiklopodъемник. Bitta bosib qo'ysang oxirigacha ko'tariladi, bitta bosib qo'ysang oxirigacha tushadi. 4 talasida ham bor. Podlokotnik yo'q, podstakanniklar yo'q. Afsuski bu yerda unaqa yo'q. 3 dan 2 ga bo'linadigan divan, ya'ni ikkalasini ham yotqizib qo'ysanglar bo'ladi. Dispinkani polностью yotqizib, uzunroq narsalarni tashlasanglar bo'ladi mashinada, lekin o'ylaymanki bu yerga uzun narsa sig'maydi. Parda bor, panorama tom boshinglarni qizdirib dabdala qilmaydi. Hozir orqada o'tirib ko'zim tushib qolgan yana bitta narsa, ikkala tarafda ham mikrofon bor ekan. Ba'zi Xitoy avtomobillarida juda ham qiynaladi
kelardim telefonda hands free gaplashishga, chunki tovushim yetib bormasdi. Bu yerda hech kim hali biron marta 5000 kilometrdan oshiq masofa yurgan bo'lsam, hali biron marta birov ovozing yaxshi kelmayapti deb arz qilgani yo'q. Oq salon bo'lishiga qaramasdan shu 6000 kilometrda hali bolalarim itirqinini chiqarib tashlashga ulgurishmadi, yoki bolalarim juda ham yaxshi, yoki salon chidamli va orada yuvilayotganda mashinamni artib qo'yganda sun'iy charmdan dog'lar, kirlar yaxshi ketyapti. Lekin buni 1 yildan keyin ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 1 yildan keyin o'sha adolatli fikr chiqara olamiz. Lekin o'rindiqlarda perforatsiya borligi, Putin terlab ketmasligini ozgina bo'lsa ham ta'minlab beradi. Ruchkalar ko'rayotganlikda mikroliftli, juda ham yaxshi, o'qish uchun chiroq ikkalasida ham bor. Ikkala tarafda ham demoqchiman, minimal darajada komfort mavjud. Aytgancha ko'rayotganingizda men ruchkalarni detskiy rejimga o'tkazib qo'yganman, o'zim tusha olmayman endi. Mana bu eshikdan tushamiz, ketdik. Hoppa. Tushib olishim juda ham oson bo'ldi. Nimaga deylar? Chunki pol tekis bu yerda, pol rovniy, kardanli tonnel yo'q va o'tdan bu yoqqa qarab harakatlanish yoki o'rtadagi odam o'tirishi uchun ham qo'shimcha qulaylik. Demak, 3 kishi bemalol joylashsa bo'ladi. Qisqa masofaga uzoqqa olib ketmay 3 kishini qiynab qo'yasiz. Texnik qismga kirishamiz. Eng qizig'i nimaga men bu avtomobilni tanlaganimni hozir tushunib olishinglar mumkin bo'ladi. Elektr dvigatelli bitta 130 kilovat, 136 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 176 ot kuchi atrofida quvvati bor va bu dinamika juda ham yetarli. Akkumulyator to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda 45 kilovat soat hajmga ega bo'lgan Blade Battery. Bu BYD'ni shaxsiy razrabotkasi, ya'ni ishlanmasi juda ham xavfsiz hisoblanadigan, hatto mix bilan teshadigan bo'lsanglar ham yonmaydigan batareya. Xavfsizlik jihatidan meni oilam, farzandlarim yuradigan avtomobilda katta ahamiyatga ega narsa. Bu batareya 65 kilovatgacha soatiga quvvat olishi mumkin. Bu degani siz quvvatlayotganingizda bu 30% dan 80% gacha, ya'ni eng optimal tez quvvatlanadigan tezligida yarim soatda quvvat oladi. Meni shaxsiy tajribamda 1 soatda 20 dan 100 gacha to'lib oladi bemalol. Demak, kirib o'tbota kafeda ovqatlanib bu ish qilguningizcha bemalol mashinangiz 100 bo'ladi va bemalol harakatlanishni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Nimaga men elektromobil tanladim? Nimaga gibrid emas? U parallel bo'ladimi, perpendikulyar bo'ladimi, последовательный, ya'ni ketma-ket gibrid bo'ladimi? Farqi yo'q. Bu gibrid xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, benzin, gaz, ko'mir, dizel, xullas o'sha qattiq yoqilg'ini doimiy ravishda talab qilaveradi. Tushunasizlarmi? Bu yerda hech qanaqa vaziyatdan chiqib ketadigan narsalar yo'q. Men haydab o'zimni tajribamda sezdim. Faqatgina mana masalan, Voya Free'ga o'xshagan kattalashgan 40 kilovatdan katta batareyali mashina olsanglar, har kuni zaryadka qilib tursanglar, uni ana o'shanda sizlar benzin quyish balosidan xalos bo'lishingiz mumkin. Boshqa holatlarda sizlar doimiy ravishda benzinga rasxod qilib borishinglar kerak. Faqatgina uni iqtisod qilishinglargina mumkin. Yana bitta narsa, bu yerda teplovoy nasos, ya'ni issiqlik nasosi tizimi bor. Bu nima degani? Elektrodvigatel, reduktor hamda batareyani sovutishda alohida konturda antifriz aylanadi. U issiqlik qayerga ketadi? Buni hammasi ishlaydi-ku. Qishda sizni saloningizni ilitishga ushbu antifrizi yo'naltiriladi. Tabiiyki, bu sizni energiyani iqtisod qilishingiz, ko'proq masofa yurishingizga sababchi bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi 401 kilometr 45 kilovatli batareyada yurasan deb va'da beryapti. O'rtacha energiya sarfi 12 kilovat deyapti. Men qancha ishlatayotgan ekanman? Yuringlar ko'ramiz. Ichki yonish dvigatelida 100 kilometrga necha litr yoqar ekan benzin deysizlar? Mana elektromobilda umumiy energiya sarfi bor. 100 kilometrga 11.6 kilovat soat ishlatayotgan ekanman men. Hop, otash kurayni joyiga qo'yamiz, kapotni yopamiz. Ketdik, test drive qilamiz. Men yaxshi ko'raman bu mashinani haydashni. Ha, aytgancha, agar bu video bir oy ichida 20 mingta like yig'adigan bo'lsa, onasini emsa, borani Buxoroga borib kelaman shu mashinada. Yo'lda nechta marta zaryadka qilishga to'g'ri kelib, necha marta to'xtashga to'g'ri kelgan, hammasini ochiq oydin sizlarga ko'rsataman. Bu narsalarni kuzatib borish uchun albatta Choynakning qopqog'i Instagram sahifasiga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki o'tda juda ham qiziqarli materiallar bo'ladi. YouTube bilan Instagramda umuman kontentimiz bir-biridan ko'ndalangiga farq qiladi. O'zbekiston xalqida qanchalik mashhur bo'layotganini bu mashinani tushunishingiz uchun BYD kompaniyasi bunga sirazu reaksiya berdi. Qanaqaki reaksiya? Mana sir bo'lsa ham sizlarga insight etaman. Dekabr oyining oxiri, yanvar oyidan Yuanyappa gibrid versiyasini taqdim etdi. O'ylaymanki, odamlar tajribada ko'rganidan keyin gibrid versiya unchalik mashhur bo'lmaydi. Rahmat singlim, radar borligini endi bilib oldik. Marcus Pro meni hech qachon ogohlantirmasdan qolmaydi. Xo'sh, bu mashina menimcha juda ham xato bo'ladi. Sababi u gibridni olgandan ko'ra, sizlar shunchaki
chazorab qo'ya qolganinglar ma'qul. Sababi juda ham oddiy. Mana bunda 45 kilovatli batareya bor. Unda uzoq borsa 18 kilovatli batareya qo'yiladi yoki 12 kilovatli bo'lishi ham mumkin. Unda qancha yurasizlar? 100 kilometr yurasizlarmi? Yurolmaysizlar. Motor постоянно ishlaydi. Doimiy ravishda benzin quyib borishingiz kerak bo'ladi. Elektromobil sifatida ishlata olmaysizlar u mashinani. Shaxsan men olmagan bo'lardim. Men o'ylaymanki, vaqtida elektromobilni olib qoldim, chunki yuvanyap hammani mehrini o'sha elektromobil bo'lib qozondi va o'shaning uchun yuvanyap bo'lib yuribdi. Hozir elektromobil o'rniga gibrid chiqadigan bo'lsa, odamlar oladi-da, xatoligini tushunib yetadi. Hozir bo'lmasa kechroq, shu yarim yil, 1 yil ichida. Boshqaruvchanlik masalasiga keladigan bo'lsak, nima uchun men aynan elektromobilni yaxshi ko'raman? DVS zo'r. Hozirgi DVSlar ko'pchiligi turbinali, dinamika yaxshi, lekin turbinani katta muhim minus haqida unutib qo'ymaylik. Turbo yama toki sizni dvigatelingiz 2000-3000 оборотdan o'tib olgunicha hali u yoqqa chiqib olish ham bor hali. Turbo yama, turbo chuqurlik bor. Demak, sizda krutash moment yo'q bo'lib qoladi. Pedalni bosding, 1-2-3 qidirib qolasan. Qani gaz nima yurmayapmiz deb. Elektromobilning nimasi yaxshi? 60 ketyapsanmi, 70 ketyapsanmi, 100 ketyapsanmi, 20 ketyapsanmi farqi yo'q. Pedalni bosding, tezlashish bor. Momentda manevr kerak bo'lgan paytda, tezlashib ketish kerak bo'lganda, qanaqadir ekstremniy holat bo'lganda sizga обязательно mana shu moment, ya'ni kurchash moment, impuls juda ham katta yordam beradi. Men 2021, 22, 23, 24, 25, 5-yil elektromobilda yurgan ekanman. Chochim to'kilib ketganini hisobga olmasa, prinsipi hammasi zo'r. Faqat puldan ekonom qilman, yaxshigina benzin sotadigan kompaniyalarga katta foyda olib kela olmayman. Endi kechirasizlar. Bundan tashqari BYD ushbu avtomobilda so'ngda qilgan xatoni qilmadi. Ya'ni avtomobilni yumshoq qilaman deb uni loponlaydigan, sal manevr qilsang o'ngdan chapga qiladigan paytingda mashina og'ib ketadigan qilmadi. Tormoz olganingda burning bilan cho'qib asfalt bilan oldin nomeringni ko'radigan qilib qo'ymagan. Shu meni nazarimda eng katta plus bo'ldi. Chunki jiyanim so'ng chempion olganida, yo so'ng plus yo chempion olganida ikkalasining podveskasi deyarli bir xil, 99% o'zgarish yo'q. Juda ham mana shu loponlash menga yoqmadi. Meni doim kuzatib boradigan odamlar bilishadi, men tarangroq podveskani tarafdoriman. Chunki mashina salgina qattiq bo'lsa ham baribir o'zini tutishi, manevrlarda og'ib ketmasligi, rulga maksimal darajada bo'ysunishi va men aytgan tarafga burilishi, rulni burganimdan keyin to'g'riga ketib turib, "Voy, bu yoqqa ketishimiz kerakmidi yoki voy bu yoqqa qaylashimiz kerakmidi" deyish kerak emas. Tushunasizlarmi? Menga polniy bo'ysunish kerak. Ana shuning uchun ham menga yuvanyapti podveskamsi maksimal darajada yoqdi va meni bu fikrimni Li7 olib haydagan, bugungi kunda ham haydayotgan odam ayoliga yuvan app olib berib tasdiqladi. Qaymoqqa ayting, o'zingiz kommentariy bu narsa deb keting. Xullas, yuvanyap bugungi kunda bekorga deyarli hammani qo'ynidan joy olgani yo'q. Tormozchi. Tormoz masalasida to'xtaladigan bo'lsak, o'tda tormoz juda ham yaxshi. Kundalik boshqarishda, shaharda haydashda mashinaga tormoz yetgandan ortiq darajada. Chunki siz elektromobilni bitta pedalda haydaysiz, gazni qo'yib yubordingiz, rekuperatsiya hisobiga o'zi sekinlashadi. Svetoforga keldingiz, sekin to'xtatib oldingiz mashinani. Bo'ldi. Men tormozga 5 baho qo'yaman. Shumoizolyatsiya masalasida albatta bu yerda tanqid qilmasak bo'lmaydi. Endi 21 ming dollarlik mashina menga oformleniya bilan 21.600 ga aylandi. Shumoizolyatsiya u segment uchun bo'ladi, yaxshi. Lekin umumiy hisobda zo'r emas. Hozir mana shag'al sepilgan yo'ldan ketyapmiz, asfalt ham emas, ko'ryapsizlar, bu yerda mana grader yo'lni tekislab ketyapti va men podveskani 100% eshityapman. Oldi g'ildirayda nima bo'lyapti, orqa amortizatorlar nima sezyapti, balkonda nima bo'lyapti, hammasini bilib turibman. Plus audio sistema ham ideal emas. Bu narx segmentiga 4 ta kolonka tiqib qo'yishgan. No yetadi, no bo'ladi, mayli, nima ham talab qilardik. Boshqa ko'rsatkichlar buni yopib ketadi deyishimiz mumkin, lekin baribir tovush masalasida BYD Yuan App o'zidan rus tilida aytganda оставляет желать лучшего deydi-ku, yaxshiroq bo'lganda albatta zo'r bo'lar edi. Mana notekislikdan sezyapsizlar, vibratsiyalar bor, yo'q emas. Ruldan men обратный effekt ozginagina sezyapman, ya'ni rulimda ozgina vibratsiya bor, lekin bo'lish kerak, chunki yo'lda nima bo'layotgan rul orqali sezmasangiz, bu katta minus. Umumiy hisobda zvukizolyatsiya bilan audio tizimga 3 baho qo'ymasak 5 balliy tizimda. Qolgan qismlariga men qattiq tanqid qilib, qattiq yopishib, unisi yomon ekan, bunisi yomon ekan deya olmayman. Yana bitta narsa, podveska masalasini tovushi gapirganim uchun podveskadan kelayotgan bitta aytib ketishim kerak. Shu qaymoq ham aytdilar-ki, menga kattaroq disk qo'ydim. Mashina anchagina yumshadi deyaptilar. Bu yerda hozir 16 dyuymli disklar adashmasam, yuvanyap haydovchilari
tekshirib ko'rganlar bormi? Necha dyuymli disk qo'yish kerak, necha balandlikdagi profildagi shina qo'yish kerak. Ana o'shanda avtomobil yumshaydi va yaxshiroq bo'ladi. Agar tajribalardan o'tkazgan bo'lsanglar, albatta fikringlar bilan o'rtoqlashib bo'lishib ketishni unutmanglar. Bu men uchun juda ham muhim bo'lgan bo'lardi. Men albatta o'sha narsadan sizlarning fikrlardan foydalangan holda balki o'zim avtomobilimda men ham disk va ballonlarni almashtirarman. Chunki qish kelyapti, qish oldi balki zimniy ballon qo'yishdan oldin sразу disk bilan birga almashtirib yuborishga qaror qilarman. Mana yana bitta yuvan ham ko'payib ketdi deyapman. Lyuk yo'liga mana shu juda ham qattiq pand beradi. Chunki mo'ykadan chiqdik, mashina top-toza, oynani ochging kelmaydi, dog' bo'lib qoladi. Ozgina lyukni ochib qo'yganimda toza havo kirib turgan bo'lardi. Mana shu panorama tomdan nima foyda men bilmayman. Prosta osmonni tomosha qilib ketishmi, bulutlarni tomosha qilib ketishmi, bo'yni yorib qoladi-yu. Kichkinagina o'zimiz odatiy lyuk bor-ku, ana shu bo'lganda ham ozgina qiyoq ochib qo'yardi, toza havo kirardi. Endi biz nima qilamiz? Klimat kontrolga kiramiz, sirkulyatsiyani o'chiramiz, temperaturani tushirishga majburmiz. Chunki agar hozirgi sirkulyatsiyani yoqib qo'yib, prosta havo potokini yoqib qo'yadigan bo'lsam ham, issiq havo kirib keladi va ventilyatorni yoqib qo'yishim kerak doimiy ravishda. Bu degani hozir tashqaridan kirayotgan havoni hisobiga salonning filtrim doim ishlaydi, uni resursi yana ham kamayadi va tezroq salonning filtrini almashtirib turishim kerak. Bir tarafdan sog'ligimga yaxshi, Toshkentning havosi toza emas, tushunaman, lekin baribir bu men uchun oddiy eski haydovchi uchun noqulay narsa-da. Eng qizig'i qishki sovuq kunlarida uyda o'tirib xohlasangiz sideniyani, abogrevini yoqib qo'yishingiz mumkin ilovadan, xohlasangiz konditsioner tizimini, ya'ni iqlimni nazorat qilish tizimini ilovadan yoqishingiz mumkin. Lekin buni hammasini men hozir avtomobilimdan kamida 5 kilometr masofada turib ishlatyapman. Dunyoning istalgan nuqtasidan bu ishni amalga oshirishim mumkin bo'ladi. Bundan tashqari servis markaziga murojaat qilishim, avtomobilimni agar parkovkada topa olmayotgan bo'lsa, mana bu tugmani bosgan holda signalni xohlagan marotaba chalishim, faralarni yoqishib o'chirishim mumkin.